buni uchish kerak-da. Mana bu narsa olingan tayyor. Uchish kerak buni. Qara, bu havo qolib ketgan orasida. Bu ish bo'lmaydi, askar. Endi o'tamiz-da. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa biz Qashqadaryo viloyatidagi birinchi qushimiz, ya'ni birinchi shogirdimiz oldiga kelganmiz. Bu videoni olishimizdan maqsad bolaga shogird kerak. Hozir ishlar bilan bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Mana shu mashinalar mana bir qator olib qo'yamiz mashinalarni. Mashinalar уже ko'p. Bolani yoshini ham aytib ketamiz. 20 ga kirgan. Biz oldimizga borganda 16 yosh, 15 yosh bola edi. Уже mana 20 yoshda o'zini alohida ustaxonasi, alohida mana qilinadigan ishlari, o'zi ish bilan band bola. Endi asosiy fikrimiz hozir bu bolaga shogird kerak. Bir o'zi iplanmayapti. Shogird tushaydiman deganlar Qashqadaryo bu bola manzilini tushuntiramiz. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida. Ko'kdala tumanidan keladigan shogirdlar bo'lsa, Chiroqchidan, qayerdan bo'lsa ham shogird kerak. Bolaga o'rgatadi, chiroyli qilib, mana shunday mashinalarni remont qilishni hammasini o'rgatadi. PUBG o'ynab, boshqa qilib Instagram tomosha qilib yoki YouTube ko'rib o'tirganda foydasi yo'q. O'qish kerak yoki bironta xonarga berish kerak bolani. Ideal holatda mana o'zi 20 ga kirgan bola, o'sha ko'p bali 20 ga kirgan bolalarni qo'pol bo'lganda ham hali qo'lidan bir ish kelgani yo'q. Hali bemaqsad yuribdi. Nima qilish kerak, nima qilish kerak? 20 ga kirgan bola ishni boshladi. Ish bilan tanishtirib ketamiz. Ketdi. Birinchi mavzusi mana Cobalt avtomashinamizga rama, ya'ni o'zimizda tergan bolalar shu bolalar terardi. Mana o'sha shuga kelganda ham o'zi shuni ko'rib borgan muxlislarimiz mana bu Cobalt ramasini olib bu ramaga ko'chirib ideal holatda terib beryapti bola. Va keyingi ishimiz mana Nexia. O'zi boshdan qilgan usilenni qilish, chaqachiqlarni qilish, mana o'sha vaqtlar bo'lgan usilenni ish boshlab o'rgan. Usilenni qilish, boshqa qilish ideal holatda qilib berish kerak. Bu mavzuga kelganimizda mana Nexia biqinidan urilgan. Mana shu ishda ham bir kami bir 3-4 millionlik ish misol ishlayman deydigan bolaga bir haftaga realni bo'ladigan narsa. Bu ishi bor. Mana bu Cobaltni oq Cobalt bo'lgan, xuddi mana bunday ramaga terib, qora qilib muxlislar uchun ideal holatda terib qo'ygan. Har doimgidek biz stig va zazorlarga juda e'tibor beramiz. Stig va zazorlarni alohida bitta ko'rsatib ketsang ham bo'ladi. Plus o'zi holatidan ham ma'lum. Endi mashina chang bo'lib turibdi, yuvib tozalasa akkuratni mashincha. Mana bu mashinamiz kelayotganimizda bu mashinamiz polirovka qilish kerak. Chaqa chiqish ishlari bor, kosmetika ishlari bor, kraskalar, ranglari har xil bo'lib qolgan, turishi xafa. Buni yana oldingi holatiga ideal holatda qaytarish kerak. O'sha 1, 2, 3, 4, 5 ta ish bo'lyapti bir o'ziga. Mana o'sha sharoit bor, ustaxona bor, hamma narsa bor, faqat ishlash kerak. Shuning uchun realni bo'ladigan bo'lsa, bolaga shogird kelib tushadiganlar, qo'lida ish keladigan ustalar bo'layotgan bo'lsa ham kelib turib, yotoqxonalargacha, mana yotoqxonasi ham bor, bu yoqda ustaxonada sharoitlar ham bor. Hamma sharoit bor. Mana bu yerda yamasi bor, mana tortadigan sistem hamma narsa qilingan. Bizlar ustaxonadagi yo'q instrumentlar, hamma instrumentlari bor mana. Hozir biz sostav bilan kelganimiz sababi elektrikimizda, motorisimizda hammasini olganmiz. Mana shogirdlarimiz o'zi olib kelingan, o'zimiz ustaxonada ishlab yotgan shogirdlar ishi ko'payib ketgani uchun yordam sifatida bir kunga kelib, ideal holatda qilib mana shu Cobaltga xudo xolasa bugun torpedalarigacha qo'yib, yurg'izib ideal holatda qilib berib ketamiz. Xudo xolasa qolganini o'zi ideal holatda qilib terib beradi. Ishontira olasizki, biz katta gapirib qo'ydikmi videoni oldida, xalq oldida, ertaga shogirdlar kelganda bir iplab o'rgating. Mana bu yosh bolalar kelsa, sal tarbiya berib bularni nazorat qilish kerak buni. O keldi degani, o birdan stop ketdi degani emas. Bolada qiziqish bo'lish kerak. Majburiy qo'yib tashlagandan ham foydasi yo'q. Ozgina qiziqish bo'layotgan bo'lsa, kelsa real holatda normal o'rgatadi. Shu bolaga biz ishonamiz. Mana shu ishonchimizni oqlaganki, mana shu joylarda ustaxona kelib, o'zi mana shuncha ish bor. Agar shu bola ishonchni oqlamaganda bunaqa ish ham bo'lmar edi, bunday sharoit ham bo'lmar edi. Mana biz boshda video chiqargandik, birinchi Jigulisi, ayla u Jiguli turibdi hali ham. O'sha Jiguli holatda turibdi, endi kraska qilib qo'ygan, yig'ishga vaqti yo'q o'zining mashinasi. O'sha ish ko'payib ketganligi uchun. Bizni kuzatib boring. Shu bolaga biz bola berdik, shu bolaga ishonamiz, shu bolani qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring.